Mening ota-onam hozir uyda. Mening dadam qo'y boqyapti. Mening onam uyda. Lekin men ularning jinini vatan uchun fido qildim. Misha chiqqan har bir qarindishimizdan Alloh rozi bo'lsin. Millatniki davosini talishib qilishdan iborat bir sharafli xizmat dunyoda bo'lmasi kerak. Demak, amaliyotda bu vatan davosini talish qilishdan iborat bu sharaf hammamizga nasib bo'lsin. Yana shu qarindoshlarimizdan, ya'ni Tönögün chiqqan aktivist qarindoshlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Demek, ilqi vatan davosini qilmayman degandim, lekin menda vatan davosini qilibdim deb mishay chiqqan har bir onadan, har bir otadan, har bir farzandimizdan, har bir akimizdan Alloh rozi bo'lsin. Endi deymiz, biyaga mencha %60%da mening bilishimcha yoki uningdan jiq %80% odam biyaga oilasini deb chiqmaydi. Men buni %100 aminimdekday turishcha. Demak, mishaga vatanning ovozini anglataylik. Vatanning ovozi bo'laylik. Vatandagi zulmni anglataylik. Dunyo anglasin, dunyo anglataylik. Ya'ni ashar yotgan qarindoshlarimiz egi chiqayli deb chiqdi deb o'ylayman qarindoshlar. Shunashqa deganim mushu vatan davosini men qilman deb turib, shundoq qizg'inlik bilan, jasorat bilan qilayotgan qarindoshlardan Alloh rozi bo'lsin. Lekin bu faqat va faqat bizning oilamizning ham davosi emas qarindoshlar. Vaqt kelsa bu davo uchun ota-onamizning jinini fido beramiz qarindoshlar. Mening ota-onam hozir uyda. Mening dadam qo'y boqyapti. Mening onam uyda. Lekin men ularning jinini vatan uchun fido qildim. Agar Xitoy ashulog'i buni qilib qolgan taqdirdimi? O'ylayman, har kuni degan o'ydan nimda chiqishdiman. Albatta tortishman. Mening yuragim go'sh tash emas. Lekin deydiganim ota-onam millat uchun fido bo'lsin deyman qarindoshlar. Shunashqa demoqchi bo'lim, bu yerda hammamiz, lekin hammamiz bildik. Ota-onamizni qo'yibassin, bolalarimizni qo'yibassin. Bu zulm to'xtab qolamdi. Hargiz to'xtab qolmaydi qarindoshlar. Demak, meshada domollarimiz bo'lsin, olimlarimiz bo'lsin, boshqalarimiz bo'lsin, nurg'un qarindoshlarimiz faqat va faqat oilasini deb chiqmadi qarindoshlar. Bu bir vatan davosidir. Bu bir hurlik davosidir. Bu bir mustaqillik davosidir qarindoshlar. Shunashqa biz bu yerda 100 yil tursaqmi Xitoyga gap olmaymiz. Biz Xitoyga gap olish mumkin emas. Bu mal'un Xitoy gap olgan bo'lsa, yer sharida insonlik ko'rib boqmagan bu zulmni bizga yapmasdi qarindoshlar. Bizning maqsadimiz bu yerda nima degan vaqtda mushu Xitoyniki rezillikini, iflosligini 21-asrning qo'y yuzlikini dunyoga anglatish, Turkiyaga anglatish, ya'ni butun dunyo anglitib bu Xitoyni rasvo qilib Allohning izni bilan bir kun boshqa davlatlarning yordamiga erishib inshaalloh barbara inshaalloh vatanimizdagi mustaqillikni qo'lga olish. Endi bu yerda faqat bayroq ko'tarmaymiz, uni qilmaymiz, buni qilmaymiz desa qarindoshlar millat bo'linib ketadi. Bu mening yoki bir Burhan Setinning davosi emas bu. Yoki boshqa birisining davosi emas. Bu mishada chiqqan har bir onaning, har bir otaning, har bir qarindoshning davosi qarindoshlar. Shuning uchun demakchi unim bo'shab qolmayli. Bo'shab qolmayli qarindoshlar. 3 soat matriklamaya yugurib yuriydi. Biz 3 soat vatanni haftada 15 soat vatanimizning ovozini anglatsak, bunga arziydi qarindoshlar. Shuning uchun hammangizlardan Alloh rozi bo'lsin. Lekin bizning ovozimiz oyatdan oyatga borib demaymiz. Biz Allohga xitob qilyapmiz. Biz dunyoga xitob qilyapmiz qarindoshlar. Agar mushu davoyimizda rostchil bo'lsak, samimiy bo'lsak, Alloh bunga barkat beradi qarindoshlar.
Eğer Allah bereket vermeyi turup, biz samimi bulmayı turup, bizge Allah'ın yardımı kelişi natayın karındaşlar. Şunun için ben deymen aş karındaşlardan Allah razı olsun. Yani vatanın davasını keç gündüz kılıp, mişage Ankara'dan kilip, yani hardukma ammay, yani mişage kilip, vatan davası kılmayan diginden Allah razı olsun karındaşlar. Lekin şunu bilişimiz gerek ki bu fakat ve fakat ailemizin davası emas. Eğer vakt gelse vatanımız için hatta annemizin ceni fida olsun karındaşlar. Şunun için ben şuncalık değil karındaşlar. Lekin cemaatimiz bozup ketmese, sepimiz bozup ketmese, lekin kaçan nefes ağına kadar, kaçan Xitayning zulmini dünya tuluğuna kadar, benim hamda seyşembe, peyşembe dersim var, mecburi çıkmay kalıman. Lekin baş günlerde çoğun yanıladı bulunan karındaşlar. Şunun için bazı igiz pasliklerge ko'nimiz gelip, yoki bo'lmasa meysundigan işler bulmasa karındaşlar. Şunlaşka ben degandek bir çıkan 71 adam ailesini de çıkmadı. Şu Şarkı Türkistan'daki zulümünü anlatılan da çıktı karındaşlar. Şunun için biz dünyaya güçlük revişte anlatıvatımız, dünya anlavatıdır. Biz vasıta olsun, yoki bivasıta olsun, yoki vasıtalık olsun, dünyaya aşivettendeki zulümünü anlatışka malum derecede rol oynavatımız karındaşlar. Hem devamlı oynayımız bu yolda. Doğru hem anlayımız hem sözlayımız. Lekin bir altımızda muttasak bir yerde neçiz adamın davasını bir iki saatte anlatıp bulmaydı karındaşlar. Biz bir yerde doğru ailemizden davasını kılımız. Benim tağlarım bu. Ahmet Kapak bize bütün Uygur tanıydıgan çoğun bir tağamdı. Xitay ömür vayetlik, yani ömür vayetlik türmek taşı tuttu. Hem de demek ki onu doğru bulanın davasını kılımız. Lekin en mühimi aşivetimizde, Şarkı Türkistan'da bir adalettir. Bir hürriyeti tıklamayı durup bu kapırlarındaki oyununa, mesela Medine zor inkılabı deyimiz. 10 yıl ezgen milletimiz koyuvetti, yani boşap kaldık. Bu zulüm tügüsün, yani boşap kalamdık karındaşlar. Aşı hürriyetli bir adalettir. Dünyada adalet bekleydiğin bir nesli var karındaşlar. Şunun için hemimizlerden Allah razı olsun. Demek ki onun karındaşlar bazı ispaz işlerge boşap kalmaylı. Boşap kalmaylı. Meclisip kalmaylı. Yani demek ki onun azrak çıkmamışlar bilen muş meydanına kuruk koymaylı karındaşlar. Kim nimbuz kat'i nazar dava bizden. Vatan bizden. Şarkı Türkistan bizden karındaşlar. Ben şunçalık sözler kağın neyemde ben İngilizce bir dünyaya anlatay. Karındaşlar bizden sözlerle dünyaya anlataylı deydi. Sıra amal başı İngiliz üçür ötep bulmuşçu ayrım İngiliz tili nim kıldığanğa kısanlamı buludu.